اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Turun balam, uyqungizni eching, turun, bamdaq namozini o'qib eling. Namozni o'qiyamayman ana. Nemishqa o'g'lim? Soğukda taharet alamayman. Soğuk ötüp zukam bo'p qoptiman. Bek to'ng'iyotman ana. Mayli amisa qo'zam, uxlavering. Alloh kechirgay. Ahmad texçi uyg'onmabdi-g'a. U bek to'ngib ketibdi dadisi. Zukamkan taharat olaman deb so'g'uqda zukumi teximi ig'irlashib qolmasin deb uxlavering deb qo'yib chiqdim. Alloh gunohini mag'firat qilg'ay. Hay onasi, Alloh albatta gunohlarni mag'firat qilg'uchidir. Lekin Alloh taolo Ahmadga va Ahmaddek ahvolda qolganlarga rahmat qilib, namozni vaqtida ado qilsin deb tayammumni yo'lga qo'ydi emasmi? Tayammumni suv topamaganda qiladigandu. Undaq emas onasi. Ha? Tayammumni suv topolmaganda, og'rib qolganda yoki safar ustida suv oz bo'lib qolganda qilsa bo'laverdi. Tahoratga aloqador oyatning oxirida Alloh taolo mundaq degan: agar kasal, ya'ni kasalga suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Allah haqiqatan ahbu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Allah bandalarga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Agar kesilining eg'irlashib qilishidan ansirsa yoki ziyon qilishdan qo'rqsa, junub bo'lgan taqdirdami tayammum qilsa bo'ladi. Subhanalloh, dinimiz nima degan oson, dinimizni bilish va o'rganish bek zarur ekan. To'g'ri aytdingiz. Dinimiz intayin oson bir din. Allah senden razı olsun dada. Qandaq tayammum qilaman? Tuproqni nereden topaman? O'g'lim, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Pok zamin men uchun masjid qilindi." Bu yoqqa chiqqin o'g'lim, pokiza tuproq topayli. Qandaq tayammum qilishni rostli bilmamsan balam? Rostilla qandaq tayammum qilishni faqat bilmayman. Avval ikki olqining bilan yerga ursan, olqiningni po'lib etib, qo'lingni va yuzingni siypaysan. Ondan yana bir urib, biligingni jaynigingcha siypaysan. Mushunchiliklar. Nima degan oson? Bek osonkan. Shundaq o'g'lim, bek oson. Dinimizda qiyin ish yo'q balam.